Abdullo hoji kelyapti. Şuraya qarab yuribdi. Bitta odamni tanib olsang bo'ldi, shu odamning orqasidan ketaver. Ha ketyapsizlar. Haqa? Arafat tog'aga. Bo'ldimi? O'tkazmas ekan. Men sayoq bilan biz. الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل جهة هو يوليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء Arafat maydoni deydi. Arafat tog'i mana bu. Kichkinagina tog'cha. Hozir shu haqida, to'g'rimizda turibdi. Shu haqida hozir suhbatda davom ettiramiz, suhbat qilib beradi. Kecha tinglab turamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah degan o'taman ekan. Ha, o'sha o'tib olsa Xojonnalarimga orqa bo'lib qolgan.
Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli hoji akalar, hojiyalar, hozir biz turgan joyimiz Arafat vodiysi deyiladi. Arafat vodiysi katta hajga kelgan odamlar Arafa kuni kelib turadigan joy. Katta hajga kelgan odam shu joyga kirmasa, u odamda haj bo'lmaydi. Shu joyga kelib eng kamida 10 sekund bo'lsa ham turib ketish kerak. Shundan ketib qolgan odam bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham, nima holatda bo'lsa ham, hatto operatsiya qilinayotgan bo'lsa ham, operatsiya qilingan bo'lsa ham mashina kelib turish kerak, shunda haj bo'ladi. Bu vodiyda Arafat vodiysining fazilati o'ta katta. Hozir avtobusda ham aytib berdik. Quyosh chiqqan kunlarda eng afzali Arafa kuni. Onda Arafasi emas. Mana bu katta hajda Arafasi. Quyosh chiqqan kunlarda eng afzali Arafa kuni. Quyosh botgan kunlarda, tunlarda eng afzali Laylatul Qadr kechasi bo'ladi. Shuning uchun eng afzal kecha nima kunduz Arafa kuni kunduzi bo'ladi. Bu vodiyda fazilati ham shu Arafa kuni bo'ladi. Hozir bu oddiy sayohatchilar kelib ko'rib bir o'ziga bir tasavvur ega bo'lib olishlik uchun keladigan joy xolos. Arafa kunini fazilati hojilar mana shu joyda turishib duo qilishadi. Peshin bilan asr namozini bitta azon ikkita takbirga jamlab o'qishadi. Hatto namozni ham jamlab o'qib nima qildiydi? Qolgan vaqtingda bu yerda faqat duo. Bu yerda qilingan duo ijobat bo'ladi. Arafa kuni chalg'imay. Arafa kuni bu joyda qilingan duo ijobat bo'ladi. Alloh taolo mana shu yer osmoniga tushadi Arafa kuni. Mana shu vodiyga tushib, shu vodiyda turgan hojilar bilan farishtalarga faxrlanadi. Farishtalarga aytadi, "Meni bandalarim nima qilyapti?" deydi. Ha, seni bandalaring sendan uzun hadis sendan nima qilishyapti? Do'zaxdan panoh so'rashyapti, jannatni so'rashyapti deydi. Alloh taolo o'sha farishtalarni guvoh qilib turib, Arafatda turgan hojilarga aytadi, "Mana shu Arafatda turgan bandalarim hammasini gunohini kechiradi." Arafatda turgan odamda hammasini gunohini Alloh taolo kechiradi. Shu darajada afzal, shu darajada fazilatli kun, fazilatli joy bo'ladi Arafa kuni. Hozirgi kunda bu yerda duo qilishlik, boshqa amal yo'q. Faqat kelib, ko'rib, ziyorat qilib ketishlik bor xolos, lekin o'sha hajga tayyorgarlik bor. Yana bu vodiyning fazilatlaridan bittasi bizi dinimiz mana shu joyda komil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomga "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati." Ya'ni bugun sizlarni dininglarni komil qildim, sizlarga ne'matimni to'liq qilib berdim, islomni sizlarga din deb rozi bo'ldim degan oyat shu joyda nozil bo'lgan. Iza jaa nasrullohi val fath surasi mana shu joyda nozil bo'lgan. Ya'ni din shu joyda komil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom o'zi bir marta haj qilgan-a? Ana shu hajda, mana shu joyda Hajjatul Vadoda xutbasini qilgan. 124 ming odam sahobalarning guvohligida Payg'ambar alayhissalom xutba qilgan shu joyda. Ana shu xutbalarida bizga bir nechta narsalarni aytgan. Hajda ibodatlarini mendan o'rganib olinglar. Kelasi yili men bu joylarda meni topmasanglar kerak degan. Ya'ni boyagi oyatlar, diniylarni sizlarga komil qilib berdim. Allohning nima nusrati keldi va Payg'ambar alayhissalomni mendan nimalarda ibodatlarda o'rganib olinglar. Kelasi yilga meni bu joyda topmaysizlar degan mana bu oyat hadislardan sahobalar ba'zilari nima Payg'ambar alayhissalom kelasi yili haj qilmar ekan degan narsani tushunishdi. Lekin Abu Bakr roziyallohu anhu ba'zi rivoyatlarda Umar ham deyiladi, Abu Bakr roziyallohu anhu yig'lagan ekan. Yig'laganda sababini so'rashdi, Abu Bakr siz nimaga yig'layapsiz? Alloh taolo dinimizni komil qilib berdi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Baytulloh butlardan xalos bo'ldi. Makkadagi musulmonlar bizga qovushdi. Nusrat keldi, Allohning nusrati keldi. Dinimiz komil bo'ldi. Nimaga yig'layapsiz? Desa Abu Bakr roziyallohu anhu aytgan ekan, "Va iza tamma shay'un bada minhu nuqsonu" degan ekan. Qachon bir narsa komil bo'lsa, to'liq bo'lsa, cho'qqiga chiqsa nima bo'ladi? Endi cho'qqidan tushish boshlanadi. Komil bo'lsa, endi unda nuqson boshlanadi. Dinimizda nuqson bo'lib qolishligidan qo'rqaman. Ya'ni din komil bo'ldi degani Payg'ambar alayhissalomning vazifasi tugadi degani edi. Payg'ambar alayhissalom kelasi yilda bizni oramizda yo'q bo'lib qolishligidan qo'rqaman deb yig'lagan ekan. Payg'ambar alayhissalomga bu xabar yetkazilganda Abu Bakr to'g'ri aytdi degan ekan.
fe'lan payg'ambar alayhisalom keyingi yili hajga yetmasdan vafot etdilar. Bu vodiyning fazilatlaridan bittasi, dinimiz mana shu vodiyda komil bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom Hajjatul Vadoda bir nechta narsalarni aytdi. Aytgan narsalaridan men sizlarga dedi, o'zimni orqamdan ikkita narsani qoldirib ketyapman dedi. Mana shu ikkita narsani mahkam ushlasanglar, sizlar hayotda hech qachon adashmaysizlar dedi. Birinchisi Allohning kitobi, ya'ni Qur'on. Ikkinchisi meni hadisim dedi, ya'ni meni sunnatim dedi. Payg'ambarimizni sunnatini ushlasak, Qur'onni ushlasak, Qur'onga amal qilsak, bizning hayotimiz hech qachon izidan chiqib ketmaydi ekan. Hayotimiz tartibli bo'lar ekan, hayotimiz ma'noli bo'lar ekan. Kim o'zini hayoti ma'nosidan chiqib ketgan bo'lsa, hayoti relisidan chiqib ketgan bo'lsa, oilasida tartibsizlik, ishida tartibsizlik bo'lsa, qarasin o'zini. Yo Qur'ondagi bir oyatga qarshi chiqyapti o'sha odam ishi bilan, yo payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan ba'zisini tark qildi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, ikkita narsani tashlab ketyapman. Qur'on va hadis. Shuni ushlasanglar, hech qachon adashmaysizlar dedi. Mana shu joyda turib aytdi shuni. Va yana aytdilarki, mana bu Makka qanaqa haram shahri bo'lsa, qanaqa harom bo'lsa, ya'ni bu joyda gunoh qilishlik, bu joyda qon to'kishlik qanaqa harom bo'lsa dedi. Bugungilik kun, ya'ni Arafa kuni turgan edi. Arafa kunida qon to'kishlik qanaqa harom bo'lsa, musulmonlarni dedi, sizlarga bir-biringlarni obro'yinglar xuddi shunaqa harom dedi. Makkani buzishlik qanaqa harom bo'lsa, musulmonning qoni bir-biriga xuddi shunaqa harom bo'ladi. Obro'yinglar bir-biringlarga harom dedi. Makkani buzishlik qanaqa harom bo'lsa, musulmon odam bir-birini obro'sini to'kishlik shunaqa harom. Va molinglar dedi. Bir musulmonning bir-biriga moli, Ka'bani buzishlik qanaqa harom bo'lsa, molimiz bir-birimizga shunaqa harom, olib olishlik. Ehtiyot bo'linglar dedi payg'ambar alayhisalom. Bir-biringlarga obro'yinglar harom, molinglar harom, joninglar harom dedi. Shuning uchun musulmon odamni molini olmaydi. Oldab ham olmaydi, shantaj qilib ham olmaydi, montaj qilib ham olmaydi, dokument qilib olib ham olmaydi ustidan. Musulmonniki musulmonga harom bo'ladi. Obro'si ham xuddi o'shunaqa. Musulmonning obro'sini to'kishlik harom. Payg'ambar alayhisalom shu joyda turib aytdi shu hadis. Musulmonning obro'sini to'kishlik bilan hozirgi kunda pul topyapti odamlar. Buni bitta aybi bo'lib qolsa, darrov telefonga olyapman-da, internetga chiqarib beryapman. Mana aybi bor deb. Ko'rib olinglar deb. Payg'ambar alayhisalom bu narsani harom dedi. Kim bitta musulmonning aybini berkitadigan bo'lsa dedi, qiyomat kuni Alloh taolo uni aybini berkitadi dedi. Kim bitta musulmonning aybini ochadigan bo'lsa dedi, agar u uyini ichiga o'tirib olgan bo'lsa ham Alloh taolo uyidan olib chiqib uni o'sal qilib qo'yadi dedi. Uni aybini ochib qo'yadi, o'zini aybini dedi. Musulmonning aybini ochmaydi, musulmonning aybini yopadi. Musulmonning molini himoya qiladi, yeb ketmaydi. Mana bu hadislarda hammasini payg'ambar alayhisalom shu yerda aytdi. Ayollaringlarga yaxshilik qilinglar degan hadisni shu yerda aytdi. Juda ko'p hadislarda aytdi, juda ko'p narsalarda aytdi. Dinimiz birodarlar mana shu joyda komil bo'lgan. Bu vodiyning fazilati, afzalligi shu joyda. Shuning uchun bu yerda ziyorat qilamiz. Shuning uchun bu joyga kelib tariximizni o'rganib ketamiz va Alloh taolodan duo qilib so'rab ketamizki, bu joyda ziyorat qilgani keldik, endi ibodat qilgani ham Alloh taolo o'zi keltirsin. Arafat kunida, katta hajda, Arafat vodiysida shu yerda turib duo qilishlikni ham, shu yerda turib ibodat qilishlikni ham Alloh taolo nasib qilsin deb bu joydan ketiladi xolos. Bu joyda duo, ibodat qilinmaydi. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, mana shu toqqa qarab, Arafat tog'iga qarab duo qilayotganini ko'rasiz. Bu shirk bo'ladi, toqqa qarab duo qilishlik. Bu tog'ni nima toshidan oladi, qumidan oladi ba'zilar kiyimini yechib nimaga baylab ketadi. Bu amallar barchasi shirk bo'ladi. Agar shu tog'da, toshda bir ilohiylik bor, bir tug'magan ayolni tug'diradi, yo falon bo'lmaganda to'kin bo'ladi degan narsa bilan qilinsa, bu shirk bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom, sahobalar Arafa kunidan boshqa kunda bu yerda ibodat qilishgan emas. Bu yerda duo qilishgan emas. Faqat Arafa kuni duo qilishgan. Arafa kuni ibodat qilishgan. Mana duo qilsak Ka'ba turibdi mana oldin. Ka'bada qilingan duolar so'zsiz ijobat bo'ladi. O'sha joyga borib duo qilamiz, o'sha joyga borib ibodat qilamiz. Bu yerga kelib sayohat qilamiz, ko'ramiz, o'rganamiz xolos. Alloh subhanahu va taolo bu yerda aytilgan gaplarga avval o'zimizni amal qildirsin, keyin boshqalarga yetkazishni ham nasib qilsin. Hozir bir duo qilgin tarqaylik. Bir ikki og'iz
Amin. Ey Xudoyo, har bir bandangni aziz et, xor bo'lishdan asra. O'zing qo'lla har holi tangni xazon yangliq so'lishdan asra. Yuraklarga noming jo qilgin, kalomingni qalbga jo qilgin, har bandanga baxt ato qilgin, jamolingga oshino qilgin, lek nazardan qolishdan asra. Yurtimiz yuz tutdi jahonga, hayotimiz bo'ldi shohona. Qat'iydi bu ibodatlar, tillardan tushmasin shukrona. Alloh Alloh nolishdan asra. Hushyor etguvchi ham o'zingsan, bedor etguvchi ham o'zingsan, bemor etguvchi ham o'zingsan. Ko'rpa to'shak olishdan asra. Uzoq yashab turmano, yuraylik sog' omon doimo. Iymon bilan jonni ol Xudo, o'lmay turib o'lishdan asra. Bandalaring huzuringga borganda hammamizni hijolatda qolishlikdan asrasin. Mana bizlarga pand va nasihatni qilib qo'ydi. Aqli bor odamga bu vatga kelishlik kimi hayolida bor edi. Bu ne'matni qadriga yetib shukr qilinglar, shukr qilinglar. Otalar tuyada, piyada kelib o'lib ketgan. Bizlar shunday bir samolyotlarda bunda bir mehribonchilik hayotda yashayotganimizga shukr. Sizning himoyachingiz bor. Birovni xotinini o'g'irlab ketmaydi, boshqa qilmaydi, hamma sharoitlar bor. Shunday zamonada yashashimiz o'zi baxt. Hammamizni iymonda, islomda, poklikda, yaxshilikda oqibatda Alloh ko'tarmasin. Qayta birga kelib, umrimizning oxirigacha ham bir-birimizni g'oyibona duolarni qilib, jannatda ham Alloh jamlab jamoliga mehmon. Alloh. Hozir avtobuslarga qayta olamiz, ha? Ibodat qolganini avtobusda qilamiz. Xulos qilamizda, Alloh bizni Allohning karomati bilan yetib keldi. Kimdir otasi bilan kelgan, kimdir onasi bilan kelgan, kimdir ayoli yo eri bilan kelgan. Mana shu yerda bir-birlaringdan rozi, rizochilik so'ranglar. Demakki, Alloh hazda ham birlashsin. Kim bilan kelgan bo'lsa, kina adovati bo'lsa, bir-birlaringdan uzr xayrni so'rab olinglar. Arofatda yurib, odam ato bilan momo gunohini kechirgan. Mana shu yerda hamma bir 5 minut turaylik, bir-biri bilan kechirim so'rab olsin. Bizdan o'tgan bo'lsa, bizlar hamma o'zi bilan kim bilan kelgan bo'ladi. Uzrini so'rab olsin. نباشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم Müslüman hiçbir. Ana